26-savol. 200 gram 34,2% maltoza eritmasi to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan eritmadagi uglevodning massa ulushini toping degan savol. Demak, birinchi eritmali maltozaning massasini topamiz. 200 gram eritmani 34,2% maltoza. Foizni ko'paytiramiz va 100 ga bo'lsa, demak 2 marta katta son chiqadi. Bu mana foizdan 200 bilan qisqarib 68,4 gram maltoza kelib chiqadi. Maltoza bu disaharid C12, H22, O11 formulaga mos keladi. Gidrolizlanganda bu yerdan kelib chiqadi, glyukoza kelib chiqadi. 2 molekula glyukoza chiqadi maltoza gidrolizdan C6, H12, O6 kelib chiqadi. Endi qancha glyukoza kelib chiqishini topamiz. Mana bu 68,4 dan. Maltozaning molyar massasi 342 bo'ladi gramda. Glyukoza 180, ikkita glyukoza 360 bo'ladi. 360 gramda. Shunda buni 2 marta katta 684, 10 marta kichik bo'ladi. Bundan ham 2 marta katta 720, 10 marta kichigi 72 gram glyukoza hosil bo'ladi. Shu glyukoza eritmasini ulushini top deyapti, foizini emas. Ulushini top desa shu glyukozaning massasini 72 gramni eritmani massasiga bo'lamiz. 200 gram eritma edi bizda. Mana bu maltoza eritmasi 200 edi. Nimaga desa, bu eritmaga hech qanday modda qo'shilmayapti. Demak, mana bu suv eritmaning ichidagi suv. Eritma o'zi tarkibidagi suv bilan kirishyapti, maltoza. Maltoza eritmasi eritma ichidagi o'zida bor suv bilan kirishib glyukoza hosil bo'ladi. Demak, eritmaga hech qanday modda qo'shilmasa, cho'kma va gaz chiqib ketmayapti. Hech qanday modda chiqib ketmasa, dastlabki eritma hosil bo'lgan eritmaga teng bo'ladi, 200. 72 glyukozani 200 eritmaga bo'lsa, ulushi kelib chiqadi 0,36 ulushda. Foizga aylantir desa 36% chiqadi. 100 ga ko'paytiriladi unda. Ulush degan javob, top degan javob 0,36. D javob.